telefonda zaryad tugasa o'chgandek umr tugasa o'chamiz, iloji yo'q. Deyishimizga qaramaydi. Roldami, yo'ldami, cho'milyaptimi? Ertaga Toshkentga ketyaptimi safarga, Dubayga ketyaptimi, farqi yo'q. Bileti bormi, olganmi? Ajal keldimi? Telefon desangiz ham o'chadi-yu. 2%, 1% ketdi, shu bilan o'chadi. Shuning singari umrda ham bu telefonimizni zaryatini foizi ekranda ko'rinib turibdi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bo'lib. Lekin umrimiz necha kun qolgan, necha yil qolgan, Xudo buni ko'rsatmaydigan qilib qo'ygan. Nimaga? Agar ko'rsatganda hozir siz bilan men ko'chaga chiqmasdik. 47 ga kirganda o'lasan desinda, 15 ga kirgan bola ko'chaga chiqmaydi, uylanmaydi, ishlamaydi, uyda o'tiraveradi. O'limimga 22 yil qolibdi deydi, 32 yil qolibdi deydi. 15 ga 32 ni qo'shsa 47 o'ladi. 16 ga kirgandan keyin 31 yil qoldi deydi. 17 ga kirsa 30 yil qoldi deydi. Qaqa ko'chaga chiqadi? Shuning uchun Xudo bizni yaxshi ko'rgani uchun qachon o'lishimizni aytmagan. Lekin tanganing ikki tarafi bo'lgandek, aytmagandan keyin bundan xavotirda ham yurish kerak-da. Hozir bo'lsa-chi deb Xudo saqlasin, agar o'lim siz bilan meni yomon ish qilayotganimiz ustida kelib qolsa-chi. Qumoriga karta chilayotganda, yo nardaga chakapar otayotganda, yo birov bilan so'kinishayotganda, yo telefonda uyatsiz narsa ko'rayotganda, yo araqni qopqog'ini ochib maydalab quyayotganda kelib qolsa nima bo'ladi? Kim kafolat beradi menga o'sha payt o'lim kelmaydi deb? Uni o'rniga yaxshi narsani ustida, masalan, Xudodan so'raylik, Xudo o'zi yaxshi ko'radigan ishni ustida biz jonimiz olsin. Ishlash ibodat, mehnat ibodat, pul topish ibodat. Mehnat qilayotganimizda, tahorat qilayotganimizda, namoz o'qiyotganimizda, yo bir kasalni ko'rgani ketayotganimizda, yo amma holat tog'a amakini ko'rgani ketayotganimizda, mayli o'shanda jonimiz olsin, Xudo yaxshi ko'rgan ishni ustida o'lgan bo'lamiz. Tasavvur qiling, kurt o'ynayotib o'lib qolishdi. Pirra o'ynayotib o'lib qolishdi. Yo birov bilan urushyotib o'lib qolishdi. Mana nechta yoshda eshitasizlar, ko'chada, talpada, siz o'lib qolibdi. O'sha xunuk o'lim bu. Bir-birini pichoqlab o'ldirib yuboryapti, talpada urib o'ldirib yuboryapti. Yomonning qo'lida qoladi. Men bugun yomonlar qo'lda o'lib ketmaydi, siz o'z yaxshi odam bo'ling. Yaxshi odam bu dunyo, u dunyoda obro'lik bo'ladi. Hech qachon yomon odamni Xudo xor qilib qo'ymaydi. Yomon odamchi bu dunyo, u dunyoda xor bo'ladi. Bugun kuchi puli bordir o'sha yomonni. Bugun 3-4 kun obro'si turadi, lekin bizi yoshligimizda birovga umuman gap bermaganlar bugun kapanga bo'lib yuribdi. Kerak bo'lsa bitta Damasga 1,5 ming so'm puli yo'q. Yuribdi mana. U paytda birovga gap bermagan. Kerak bo'lsa 4 ta odamni bitta qilib urib tashagan. Zo'r bo'lgan. Lekin mana xor bo'ldi hozir. 15 yil, 20 yil o'tdi xolos oraladi. Lekin yaxshi insonlar hozir ham obro'si o'shanda bundan 30 yil oldin qana bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunaqa. Nimaga? Unda ham yaxshi bo'lgan, hozir ham yaxshi. Bugun mana sizlar ayni o'sib borayotgan yigitsizlar. Hali inshaalloh hayot oldinda o'qib charchamaydigan, hunar olib ishlab charchamaydigan yoshliklaringni bir qadagi yo'q bir bema'ni narsalar bor. Yo Telegramda yo o'tirib gaplashib, televizor ko'rib, yo bir atbatga o'ynagani borib o'tkazib yuboryapsizlar. Ayni o'ynaydigan paytda endi ishlaysizlar. 50 dan keyin maza qilib o'ynaydigan payt keladi. O'sha Captiva'ni minib qo'lda chiqarib yuradigan paytda velosipedda qopni baylab yurasan ekan. Hatto baklashga bor ekan. Nimaga? Chunki yoshlikda o'qimasdan, ishlamasdan hunar olmagan odam nima bo'ladi? Katta bo'lgandan keyin ishlaydi. Majbur ishlaydi. Qizni chiqarish kerak, o'g'ilni uylash kerak. Majbur. Bugun o'sha qariganimda maza qilib yashaysiz. Bugun yig'ishtiring unaqangi bekib bema'ni somordiz. Kim qo'yibdi sizlarga somorda oshib? Ayting. Qaysi biringiz bitta ishni eplab qo'ydingiz? Birortangiz eplaganingiz yo'q. İchingizda man to'rtta do'konim bor deganingiz ham dadingiz puliga qilgansiz. Bugun ishlab, hunar olib, o'qib, hamma yo'liga qo'yib qo'yib 50 yoshdan keyin oshagan bizni otalarimiz. Nimaga desa, hamma yo'lida mana o'g'ilni uyladim, qizni chiqardim, biznes joyida, ish joyida. Ana enekin yurgan. Hozirchi hozir. Osh ochirib kelsa, rangi oqaradi. 180 ming pul topolmaydi o'zi. Oshna 80 ming berib tur, 100 ming zo'rg'a topdim, toldan tutdan qilib, patinkamni sotib yubordim deydi. Unaqa qilib oshib nima keragi bor? O'sha 180 mingni uni o'rniga uyimizdagi shotimizga tashab qo'yaylik. 10 marta tashlasangiz 1 million 800 ming beradi. Bo'ladi. 900 mingdan ikkita qo'y beradi. Boqsangiz 100 pocha bilan katta bo'ladi. 4 million bo'ladi ikkovi. Mana shunaqa qilib
Wala alaman ihtasada degan Rasululloh alayhivasallam hadislari bor. Tejamkor odam kambag'al bo'lmaydi. Pishiq degani emas, tejamkor odam. Pishiq shariatda qoralanadi, yomonlanadi. Tejamkor bo'lish kerak. Bu degani bugun 55 mingga olayotgan megabaytingiz sizga nima foyda keltiryapti? Telefonda nima ko'ryapsiz? Oldi qochdi prikol, qadagi yo'q fitna gaplar. Yig'ishtiring, o'chiring, megabayt sotib olmang. Telefon nima foyda keltiryapti? Birorta hunaringizni YouTube'da ko'rib rivojlantiryapsizmi? Yo'q. Google'ga kirib turib birorta hunaringizni rivojlantiryapsizmi? Yo'q. Telefoningizni soting, yo'qoting. Nimaga? Bu bizni umrimizni qurti bo'ldi bugun mana shu. Bunday qarasangiz 1:30 da onlaynda. Qatta 1:30 da uxlagan bola ertaman 6 da 5 da 4 da tura oladi. Tursa ham vang yuradi. Miya o'chgan bo'ladi.